Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning sifatli ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda yaratilayotgan keng imkoniyatlardan samarali foydalanayotgan, o'z mehnati va intilishi bilan yutuqlarga erishayotgan yoshlar safi ham tobora kengayib bormoqda. Ana shunday yoshlardan biri o'z hunari orqali daromad topib, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan yosh hunarmand. Muxbirimiz uning faoliyatiga e'tibor qaratdi. Yosh hunarmand ancha yildan buyon yog'och o'ymakorligi bilan shug'ullanib kelmoqda. U universitetni tamomlaganidan so'ng o'z qiziqishini kasbga aylantirib, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'z faoliyatimizni shu Ichanqal'ada 2 yil bo'ldi boshlaganimizga. Universitetda tahsil olayotgan paytimda darsdan keyingi vaqtimni shu yerda o'tkazib, mana butun dunyodan kelayotgan sayyohlarga o'zimizning milliy brend mahsulotimizni tanishda o'zlarimizning hissamizni qo'shyapmiz. Kelajakdagi maqsadimiz yana butun dunyodan kelayotgan sayyohlarga shu o'zimizning milliy brend mahsulotimizni tanitish va bizdan keyingi avlodlarga shu hunarni o'rgatib, maktabdan keyingi vaqtini samarali o'tkazish niyatidamiz. Bugun yosh hunarmand turli milliy uslubdagi esdalik buyumlari, naqshli bezaklar va buyurtma asosidagi mahsulotlarni tayyorlab kelmoqda. Mahsulotlar o'zining nafisligi va qo'l mehnati bilan yaratilgani bilan ajralib turadi. U o'z ishini kengaytirib, shogirdlariga ham yog'och o'ymakorligi sir-asrorlarini o'rgatmoqda. Bu esa yoshlarning kasb-hunar egallashiga ko'maklashish bilan birga, ularning bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.